Assalomu alaykum, Biyagomus Vodiy Uz kanali a'zolari hamda obunachilar barchalaringga xayrli kun tilagan holda videolarimizni boshladik. Bugungi sanamiz 2026-yil 17-fevral sanasida hafta kuniga seshanba kunda turibmiz. Hozir mana shu bahor mavsumi yaqinlashyapti. Biyagomuslarimizni cho'lchangdan ajratish ishlari davom etmoqda. Hamda sotuvlar ham davom etmoqda. Hozir holatini ko'rsatamiz. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Kimga cho'lchang kerak bo'lsa bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Kelishilgan holda yetkazib beramiz dastavkalarini. Xohlang o'zingiz kelib mana shunday yerdan sotib olishingiz mumkin. Zichligi o'ta zich. Hozir ayniqsa bahor mavsumi yaqinlashyapti. Juda urug'lab ko'payadigan mavsum boshlaydiganlar uchun juda yaxshi payt hozirgi paytda. Hamda hozir sotuvga tayyorgarlik ko'rilyapti. Mana bunday banan korobka yashiklarda holatini ham hozir ko'rishlaring mumkin. Ko'ryapsizlar, mashalloh, mana cho'lchanglarimiz holati. Bular tekin yordamchi, bemalol mana shu Biyagomus ishlab chiqarib, o'zingiz biznesingizni boshlanishingiz mumkin. Hozir kunda 1,5 ming so'm bo'lyapti Biyagomuslarimizning kilosi. Mana cho'lchang. Kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa narxini kelishamiz. Yanagi videolarda ko'rishguncha. Videoda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz.